Ilhom mukofoti sovrindoriga aylanmoqchimisiz? Unda hozir shoir va yozuvchilar hayoti, ijodi haqidagi bilim va imkoniyatlaringizni sinovdan o'tkazishning ayni vaqti. Ilhom mukofoti shoir va yozuvchilar hayoti hamda ijodini o'rganish, ularning asarlarini tarjima qilish, shu asosda tadqiqotlar o'tkazish, kino va sahna asarlari yaratish kabi ma'naviy, ma'rifiy, ilmiy ijodiy jarayonlarda eng yuqori natijalarga erishgan oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan hamda faoliyat yuritayotgan yoshlarga beriladi. Tanlov g'oliblari quyidagicha taqdirlanadi. Birinchi o'rin uchun bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravari. Ikkinchi o'rin uchun bazaviy hisoblash miqdorining 80 baravari. Uchinchi o'rin uchun bazaviy hisoblash miqdorining 40 baravari miqdoridagi pul mukofoti hamda g'oliblarga maxsus diplom va statuetkalar beriladi. Tanlov 2. Dastlabki saralash va asosiy tanlov bosqichlarida o'tkaziladi. Bunda dastlabki saralash bosqichida nomzodlar oliy ta'lim muassasasi miqyosida test savollari orqali saralanadi. Ilhom mukofoti bilan taqdirlash marosimi har yili Adiblar xiyobonida Katta adabiyot bayrami haftaligi doirasida amalga oshiriladi. Siz ham albatta Ilhom mukofoti tanlovida ishtirok etib, ilmiy ijodiy bilimlaringizni sinab ko'ring. Shoshiling. 5-aprelga qadar oliy ta'lim tashkilotlarining yoshlar masalalari, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha mas'ullariga ariza bilan murojaat qiling.